Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Men bu mahsulotlarni ichishdan oldin menda ko'pgina muammolar bor edi. Yo'g'on ichagimda muammo bor edi. Oshqozonimda hazm sistemasi yaxshi ishlamas edi. Zaradonimda qum bor edi. Pufagimda keyin ko'p mana zarda qaynar edi. Men hamma narsadan mahrum bo'lib 100% dietada edim. To'g'risini aytsam, hech narsa yeb bilmasdim. Даже pomidor ham yeb bilmas edim, kartoshka ham yeb bilmas edim. Qaynatilganini ham, qovurilgan narsalardan hammasidan men parhezda edim. Achchiq, sho'r, salatlar umuman iste'mol qilib bilmas edim. Pufagim ko'p qiynardi. Bir 5-6 yildan beri ko'p qiynar edi. Men bu mahsulotlarni ichganimdan keyin hammasi normaga tushib, hozir hazm sistemam yaxshi ishlaydi. Zaradonimdagi qum tushib ketdi. Zarda bezovta qilmaydi. Keyin menda diskrija bor edi, ko'pchikda. U ham yaxshi bo'lib ketdi. Hozir men o'zimni yaxshi his qilaman. Men sog'lomman. Hammalaringizga tavsiya qilaman shu mahsulotlarni olib ichishni. Men o'zim 5 tala mahsulotni ham baravar ichib yuribman.